Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Xudo xolasa mana ishlarimizni boshladik. Tomga penalonboz quyish. Hozir buvaydadamiz. Kecha kelib boshlaganmiz. Где-то 180 kvadrat joyimiz bor. Xudo xolasa mana necha joyimiz qoldi. 10 sm qilib quyapmiz. Endi 8-10 shunaqa quyilyapti. Mana shu kecha joyimiz qoldi. Do'stlar, bu penalonbozimizni mahsulotlarimizni tarkibida suv, sement, gips bo'ladi. Buni ko'pchilik aytayapti, yonadi-da. Bu narsa yonmaydi. Chunki aytib turibman, tarkibida faqat suv, sement va gips bo'ladi, penasi bo'ladi. Hozir penasini ham qo'shib ko'rsatamiz. Keyin mana ko'pchilik yana so'rayib turgan narsalar, chirimaydimi? Do'stlar, ishtovi chiramasligi uchun silazni aylantirish uchun shunaqa dimoxodlar qo'yib ketyapmiz. Hozir qo'ygan joyimiz ham o'sha qati bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Mana penasi. Shu pena qo'shiladi. Bu pena faqat reaksiyaga kirish uchun xolos. Bu yonadigan penadan emas. Shunday holatda, suyuq holatda tayyorlab quyilaveradi. Yorilmaydimi deganlarga ustiga chiqib darajada bemalol ish qilyapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Hamma narsamiz tevada. Aqdan baqa qarab quyib kelib shu joyimiz qolgan. Ustiga chiqib mana bemalol hamma yog'imizni qo'yib ish qilyapmiz. Xudo xolasa yorilmaydi. Issiq sovuqda yaxshi yo'da izolyatsiyani. Loy suvoqni ustidan ham qo'ysa bo'laveradi. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Obuna tugmachasini bosib, like bosish esdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'lasizlar.